Mana oddiy qilib ko'rsataman. Lazerni qo'ydingiz. Ishlatayotgan paytingizda yoqamiz. Yoqdik. Qaranglar. Masalan, shuncha olyapti. Sizga ozgina teparoqni olish kerak. Nasatkalarni ochasiz. Mayli, mana shu yergacha oladi. Mumkin ozgina balandroq oladi, lekin sizga yana teparoq kerak. Nima qilasiz? Buni olib, nimadirni stolning ustiga qo'yasiz. Xo'p, mana shu yerni oladi. Undan ham teparoq kerak. Yana nima qilasiz? Yana bir narsa qo'yish kerak. Bunaqa narsalar kerak emas. Oson yechim, lazer держатель. Mana bu yerga lazerni qo'yasiz va o'zingizga kerakli bo'lgan ratsionaga lazerni to'g'rilab, bemalol ishingizni qilaversangiz bo'ladi. O'zi yoqib ham ko'rsatamiz. Mana. Yoqamiz. Ko'ryapsizmi? Qayerdan olyapti? Mana bu yerni ko'rsataylik, qorastanaga ko'rinadi. Shuncha joyni olyapti. Agar sizga yana teparoq kerakmi? Mana bu dastasini sekin ochasiz, teparoq ko'tarasiz. Mana. Teparoq ko'tarasiz va yana qistirib qo'yasiz. E'tibor berayotgan bo'lsangizda yana teparoq ketdi. Bundan teparoq kerak bo'lsa, yana teparoq ko'tarsangiz ham bo'ladi buni. Bu hali hammasi emas. Korobkaning ichida yana ikkita nasatkasi bor. Jami 4 metr 20 sm bo'ladi. Hech qanaqa stol-stullar qo'yib, ishingizga xalaqit ham bermaydi. 25 talik yoki 32 talik trubadagi joyni egallaydi va ishingizni ancha osonlashtiradi. Narxi atiga 319 ming so'm bo'ladi. Do'konimizga shu videoni ko'rib kelsangiz, yana kelishtirib ham beramiz.